Yo, hammaga salom obunachilar, sizlar bilan yana o'shamen, Minecraft Original Gamer. Bugungi videomizda uy survival qilib uy quramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Endi birinchi navbatda bizga daraxt kerak bo'ladi. Hilo daraxt. Tez borishga harakat qilamiz. Tez boraylik qani. Ketdik. Tez boramiz. Daraxt chopolay. Hozir to chopgunimcha sizlar like bosib qo'yinglar. Qani bir tez chopaman daraxtni. To sizlar like bosgunlaricha o'shanga ketdik. Doz daraxt chop bo'laversak quramiz. To versak qurgunimcha videoni ko'rib do'stingizga tarqatib turing. Mana verstak ham yasab oldik. Ana endi verstakni qo'yamiz. Hozir qo'ya olaylik. Ana qo'ydik. Endi birinchi navbatda kirka kerak ekan. Kirkani yasadik. Ana bir tosh ko'rdim. Hozir o'shani qazishga ketamiz. Qani endi qazib olaylik. Qazib oldik. Hozir qazib olaylik. Tez toshlarni qazib tashlaymiz. Minecraftda tosh qazish eng muhim ish. Ko'mir ham chiqdi. Ko'mir bu yaxshi. Olamiz ko'mirni ham. Tez olaylik. Bo'ldi, 9 ta yetar. 10 ta qilib ketaylik. 11 ta mayli. Ketdik. Yo, shu yerda uy qilib olaman. Zo'r joy ekan. Qani endi versagim? Mana. Endi toshli narsalar yasab olay. Qilinch 2 ta yasab qo'yardim. Endi bizga tapor kerak. Taporni yasaymiz. 2 ta qilich bo'libdi, uzur. Ana endi taporni olamiz. Ana endi daraxt chopishni boshlaymiz. Qani ketdik. Biz uy qurishimiz uchun ko'proq daraxt kerak. O'shanga daraxtni chopib olamiz. Chopib oldik. Tez chopishga harakat qilamiz. O'shaning uchun sizlar videoga like bosinglar. Qani biz ham daraxtni tez chopishga chopib taylaymiz. Ana hozir chopib olamiz. Tez chopib olaylik. Hozir bo'ladi. Mana bizga yer kerak ekan bitta. Mana qo'yamiz. Burni to'g'ri ekan. Hozir burni ham biroz loy olib kelib qo'yamiz. Ana loyni ham sindirib oldik. Loyni sindirib bo'lib o'sha yerga qo'yamiz. Mana 5 ta loyimiz bor, yetib qoladi. O'rtada ham mana 3 ta bo'ldi. Ana endi ko'proq bizga daraxt kerak bo'ladi. Mana hozir bo'ladi. Mana qilotdik. Ana endi bizlar bo'rak tosh bilan o'rasammikan? Yo'q, daraxt yaxshiroq ham. Kommentariyaga yozib ketinglar. Daraxt yaxshimi, tosh? O'shanga sizlarning kommentariyalaringizni albatta o'qiyman. Qani boshladik. Mana daraxtni ham chopib olishimiz kerak. Ko'p daraxt kerak bizga. Mana shu yerdan bo'laykanmi? Bo'laykan daraxtni tugma yasab qo'yibman. Kerak bo'ladi. Daraxtlarni maydalab olay. Ana maydaladim. Ana endi uy qurishni boshladim. Tun bo'lguncha ana uyda qurib bo'lishim kerak. O'shanga tez qurib olishim kerak. Qurotdim mana. Mana kam qoldi. Mana hozir bo'ladi. Yaqinda bitiramiz. Mana hozir bo'lsin. To ungacha gapirmay turaman. Chidab o'tirolmaykanman. O'shanga gapirib turaman. Mana tez qurib olishim kerak. Tez. Ukam ham qatnashishni xohlasanglar 5 ta like kutaman. Ana tez. Ana shu daraxt chopib taylaylik. Xalaqdan berotdi. Hamda daraxtimiz ham ko'pgina ekan. O'shanga shu daraxtni chopib taylaymiz. Xalaqt beradi.
Bu ham kerak, chunki bizga daraxt kam bo'lib qolishi mumkin. O'shanga ortiqchasi hech nima qilmaydi. Ana hozir bo'ladi yaqinda. Daraxtlarni maydalab olamiz tez. Maydalab bo'lgandan keyin ketdik. Mana daraxtlarni qo'yib boshladik. Ana shu daraxtlarni qo'yamiz. Tez uy qurishimiz kerak. O'shanga qurib taylaymiz. Qani daraxt sindiramiz, quramiz. Shuncha harakat ketyapti. Sizlar nimaga holiyam like, obuna bosmayapsizlar? Komment ham yozib qo'ying, do'stingizga ham shu videoni tarqatib qo'ying. Mana boshlandi. Mana qilotdim. Tez qilishim kerak. 5 minut kutib o'tiringlar-da. Mana qilotdim. Tez qilishim kerak. Tun tushib qolishi mumkin. O'shanga tez qilishga harakat qilaman. Ukam qatnashishi uchun 5 ta like, 5 ta komment. Bitta odam ham 5 ta komment yozsa bo'laveradi. Kommentariyaga Original Gamer omad deb yozib keting. Mana tez tomini qurib aylashim kerak. Ana tom qurib bo'lgunimcha jimgina o'tiraman. Kamroq qoldi. Mana ko'rib o'tiribsizlar obunachilar. Yaqinda bu tomimiz bitadi. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Bo'ri zerikarli bo'lgani uchun kesib qo'yvaraman. Mana obunachilar daraxt kesib taylaymiz. Videoni kesolmadim. O'shanga ko'rda tez qurishga harakat qilaman. Ana hozir tugaydi. Daraxtimiz ham ko'pgina ekan, ko'rmabman. Qaraganim yo'q edim. O'shanga tez qurishga harakat qilaman. Tomini ham qurib bo'lamiz. Tomni qurgandan keyin boshqa narsalarni quramiz. Buni men 2 etaj qilmoqchiman. Nima deysizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. 2 etaj qilaymi? Hozir 5 minut kutib turinglar. Mana qilaman. Daraxtni barglari xalaqit beryapti. Daraxtimiz ham kamgina qolgan ekan. Fakkel yasab qo'yvaray. Ana bu qorong'i tunday bo'lyapti. Bo'riya zombilar paydo bo'lishi mumkin. O'shanga kamaytirdim. Mana qilotdim. Daraxtni past mana ko'tarotdim. Teppa qilib ko'taraman. O'shanga videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir yaqinda video ham tugaydi. Video tugay deb qoldi. O'shanga sizlar tez like bosib obuna bo'lib ko'ringlar. Iltimos, hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan Original